Hop, kechagi kuni video qildim. Emper ko'lsa yaxshi emas, bunaqa deyishdi. Globus ko'lsa haqiqatan ham yaxshi, zo'r ko'lsa, bundan hech qanaqa jalba yo'q. Bu Polsha mahsuloti, original bo'ladi. Gaz benzinga yuradi bu narsa. Zo'r ko'lsa lekin bu Emperdan nimaga yaxshi emas deyishganligi sababi mana bunaqa varianti ko'payib ketgan. Bu Xitoy varianti. Ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi, birga bir ishlangan. Faqat ozgina farqlari bor. Hozir yangi upakovkada anaqa stikeri o'chadiganlik qilib chiqarilyapti. Narxi normalniy o'rtacha bo'lsin deganlar uchun buni maslahat beramiz. Yo agar zo'r bo'lsin deganlarga bu ko'lsamiz haqiqatan ham zo'r. Hozirgi kunda trenddagi ko'lsalardan. Bu IMP ko'lsamizni sizlar uchun 160 ming so'm qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Video yoqqan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar. Joninglar sog' bo'lsin.